Qiz keltirish kelishimi. Abdori G'ayrat O'shur. Beshimga taraslab tayoq tekkili turdi. Uni qo'yib Ammo kenimga burilibla meni urush uchun qo'lni ko'targan Ro'shangulning belidini oldim va uni so'ydim. Qizlar bundoq bo'lishini o'ylamag'achqimi hayron qilishdi. Bu pullaringlar sizlarni so'yganga to'lgan badal bo'lsin. Sarang. Shundoq, men sarang bo'g'inim uchun uchirganni so'yman shu. Ular qeshidimni yenib chiqdim. Ishqi berish xushaqmay uyga qaytdim. 15 kunni eli qilodan qaytish bilan o'tkazib etdim. Ammo bir narsa yuragimni tatlaydi. Shu o'lmugir jintaklarga puturib o'tamanmi? Biroq men ta bu kamgacha puturish deganni bilmay kelganim uchun shaytonim meni qiynaydi. Ular puturg'icha bir amal qilmaymi? Ular degan qizmo xil bo'ladigandek qiladi. Kallamni xiyol besib oldi. U qizni qandoq keltirishni o'ylashga boshladim. Shamsiyaning telefon nomerini topdim. Kuyku ishlatmaydi ekan. Telefon qilsam meni nimdab qolar? Meni tonimaydi albatta. Murat orqali tonishay desam, bumi afsus. Chunki ularning munosabati menga aniq emas. Boshqalarning deyishcha, ular yurmagan bo'lsa-mu, Muratning qizga qanot so'rayotgani aniq edi. Men oxiri amal topdim. Uning ishlash vaqtini surishtirib, bugun kech ishlaydiganligini bilib oldim. Va bozordan ozroq surgi dorisi elib, qaynitib ichib etdim. Kech kirishdan burunla qo'rsqim o'rildab, meni qo'rqitib qo'ydi. Soat 10lardan oshdimi, dori kuchini ko'rsatdi. O'birnidan kelanmadim. Fursatni chang tutib, doktorga yo'l oldim. Bugun nima yedingiz? Shu odatdagidek tushdi puli, kechda lag'ma yegan. Qayerda? Oshxonalardami yoki uyda? Uyda yegan. Uyingizdagi boshqalarda o'zgarish yo'qdi? Yo'q. Boshqa yemeklik yoki ichimlik ichmadingizmi? Rost, tushdi bir botilga sovuq ichimlik ichgan. Qanday ichimlik? Qutisi bormi? Qutisini tashlab etibdiganman. Qizil kalig'o deyman. Ichgan narsangizni bilmagingizni qarang. Yemeklikdan zaharlangan o'xshaysiz. Laboratoriyalik tekshirimiz, avrish kelib keling. Uning bilan tunji ko'rishishimiz shundoq boshlandi. Bir soat o'tdimikin u qutqizish uyiga kirib keldi va qizish, o'y qilish, suvsizlanish ahvolini so'rgan bo'ldi. Mening ig'ir darajada yemeklikdan zaharlanganim uchun 3 kun yetib davolanishim kerakligini aytdi. Tunji hujumni boshladim. Kitobni uningga sundim. Leyg'an buloq 6-qism? U bakla hayajonlanib ketib o'tadi. Sizmi kitob ko'ramsiz? Jaloliddin Bahramning asarlarini yaxshi ko'rib o'qiyman. Menmi shu? Uning chiroyiga sap soldim va uningdan bir xil hayajonni sezdim. Bu kitobning 6-qismini topolmay rosa ichim pishgan edi. Siz kasal demilang. Kitob bir kun musadir. U kulib qo'yib kitobimni elib chiqib ketdi. Men texim xo'sh edim. Chunki beliq qarmoqqa ilinib o'tadi. Degandek u bu kitobga qiziqib qoldi. Ammo men bu kitoblarni to'liq o'qib bo'lolmag'achqa, uning bilan kitob to'g'riliq fikrlashib qolishdan qo'rqatdim. Shamsiya kechichi bu kitobni ko'rib bo'lolmaydi. Menga bu aniq. Men bo'lsam, uning kitobni kunduzi ko'rib olishini so'rashini kutatdim. Shu chaqda men bosh qismlarini ancha-muncha ko'rib ulgurman deb o'yladim. Deganimdek u atdiganda yenimga kirib, kitobingizni o'qib bo'lolmadim. Siz ko'rsangiz qolsin. Bo'lmasa men ko'rib olaymikin? Voy oldirma o'qiyvering. Kitob ko'rman deb charchab qoladi ekanman. Keslimning saqishiga yordam qilgan bo'lasiz, dexe. Undaqda tatilmadimmi? Men keyingi ishlarni o'ylab, savog'dishim Muratning yordamida Bolnisdan chiqish rasmiyatini bejarib oldim va 5 kunlik oilda kutinish xati yozdirib, idoraga tashlab berib, kitob ko'rish uchun uyga bekindim. 21 kuni. Dam ilishdan foydalanib, nurg'un kitob ko'rib oldim va xotir qoldirdim. Yelimi yaxshi, o'tir maktab, universitetlarda o'qiganlarimda menmi bir kitob mastonasi bo'lg'achqa, bular menga uncha qiyin kelmadi. Ishga tushibla uningga telefon urdim. "Voy, yaxshimisiz?" "Nima deb yaxshimisiz?" deb so'ragandim men. Bekmi tas keldi-da bu javob. Men Shakir, qaysi kunlik kitobni o'qib bo'ldingizmikin deb
Ha, sizmitdingiz? Qanday ahvolingiz? Yaxshi bo'lib qolgansiz? Balnizdan nimandaq to'liq saqaymayli chiqib ketasiz. Kechiring, idorada bajarmasam bo'lmaydigan ishlar bordi. Shunlashqa xizmat degandimi tansoq bo'lsa bajaradiganimiz? Vaqti kelganda xizmat aldirash idorimi kasal kishini to'nimaydi. Biz uchun ishlab kasal bo'lgan demaydi jimi? Ularga yuk bekorchi ko'rinasiz shu. Rahmat ko'nglinizga. Ammo xalq uchun foydali ish bo'lg'achqa o'zimni o'ylab ketmabdiman. Mundaqdan, ammo buningdan keyin diqqat qiling. Cho'qim diqqat qilaman. Bo'lmasa bundan keyin sizdan doim dashnam yeb yurmay yana. Chekib beqish maqsadida gap otdim. Ammo u temidan otlab o'tib ketdi. Kitobingizni o'qib bo'lgan, biroq uyda qo'yib qo'yibdiman. Kechda ishdan tushganda aloqalashib qaytarib bersam bo'lamdi? Ha, bo'ladi. Mushu mening nomerim, bekor bo'lib telefon qilasiz. Bo'ladi, kechda aloqalashaylik. Bo'ladi, xo'sh amsa. Lekin menda ko'nmaymi amal yo'q. Uning bo'ysunish hozirgi vazifam edi. İdarimizning xizmatlari bak oldirish bo'lmag'achqa tushkichi bo'lgan orliqni kitob ko'rib o'tkazdim. Bumu men uchun foydali edi. Tushdan keyin ishga tushibla turatdim. Ikki jintak jindakla ishxonamga o'tdi. Voy Shakirjon, hajab telefonimizni olmaysiz-ku? Doktor qizning o'qillari so'g'oq kelib, telefonni elishqimi maqdiringiz yetmayapti nima? Yaqa yadash, bo'lamaydig'ini bilib bizdan qechvatgan gap. Uqtirvasingizmi qo'rqmang a? Qarz o'jida yezib bersangizmi ma'qul deymiz. Sodigarning ballarimi sodiga usti bo'lamdi. Ro'shangul gap qisla to'xtam pul deganni eg'izdan tushirmaydi. Nim baslarga mening ishxonamda ishinglar yo'qmi sizlarni? Bo'ldi qilib yana 10 kun bag'o shu chog'da kelmamsizlar. Men qarasizlar Shakirjon, Shakrabdek eg'izlarning ta'mini tetib qo'yib ketibdikanlar, shu eg'izlarni seg'inib keldik deysizlar. Voy, odamni bearam qilmag'ina adash. Shu ishlarni o'ylasamni qayqig'im kelib turdi mening. Shuni demamsa adash, tomoq yeysammi shu ishni o'ylab, o'qig'im kelib ishtahadan qolaman degina. Voha, mundaqdanlar, sevib qo'yganga bo'ydi qolmaydi-ku deyman. Uning ustiga 15 kunda siziklik bo'lmaydi. Bundaq bo'layverish siziklikning belgisi. Bir tekshirib ko'ramsizlar ya, bo'yinglarda bo'lmasa yana. Voy, menga aljoq so'zlamay. Akilab qo'ysak kim ko'ryapsan? Qo'limizning uchini tutib baqqan kishi bormi shuni bir so'riya? Ha, shunda xollarim. Qaysi kuni sevganda lavlarda kishining ta'mi yo'q ekan. Bo'ldi qila. Men pulingni olamsan yo'q. Xajlab qo'ymaylik beka. Bo'z xajlab beringlar, o'zinglarning pul emasmi? Xajligidek pulimiz bor-g'ujam, ammo bu pul o'zlariga lozim bo'lar. Tusizlar. Ular pulni oldimga tashlab qo'yib, xo'shmi demay chiqib ketishdi. Ishki sirtiga chiqqanda bo'yindab qarshib. Surgi dorisini azroq ichasiz jumi, o'riqlab pigor chiqirman deymisiz-mi? Xeyli kelishgan yigitsiz. Ular kulishlar ichida ko'zdan yutdi. Yarim kun vaqtim jili bo'lish, kutish ichida tititlik bilan o'tibdi. Ishdan tushdim. Shamsiyadan hech xabar yo'q. Uyga kelib o'ltirsam, telefonim sayrdi. Nada ko'rishimiz? Uyga keling desam, cho'nglarning oldida sat bo'g'idek. Siz nada desangiz shu. Bo'lsa bira oshxonada tomoq yegach kitob to'g'riliq paralashmamdiq. Uyning ishlariga yordamlashmay yo'qib ketsam, sat bo'larmikin? Yana kelib siz bilan tunji ko'rishdila, avar qilamanmi? Hech qisi yo'q. Birdamli bekor bo'lmas. Sizning kitob to'g'riliq fikringizni uqay degan shu. Qiynamsa, men sizning fikringizga qiziqyapman. Ko'klamda ko'rishsak qandoq? Bo'ladi, men sizni ko'klamda saqlay. Bo'ladi, xo'shamsa. Nima deyishimni bilib bo'g'icha telefon uzildi. Ko'nglim bak xo'sh. Maqsadga asta-asta yiqilmoqdiman. Biroq vaqt qisqavatadi. Qani ko'rib boqay, putolim demang. Uydan chiqdimda ko'klam tarafga yurib ketdim. Shamsiya bilan oshxona oldida uchrashdim. Qisqagina salom soat qilishgandan keyin oshxonaning xilvat bir yeriga o'rinlashdim. U sumkasidan kitobimni chiqarib menga uzatdi. Kitobingizni muqovlab qo'ydim. Esil asarlarning bejirim bo'lishini xohlayman. Rahmat. Men bu muqovlashga ulgurmagan edim. Jaloliddin Bahramning asarlariga qanday qaraysiz? Tomoq buyurtib bo'lgandan keyin so'rdim men. Bo'lishchilam amroqdan men. Anglasam Jaloliddin Bahram asarlarini o'zi boshdan kechirgan tarjimonga qarab yozamish. Shunglashqimi uning asarlari turmushga bek yaqin, odamni jalb qilamdikin deyman. Uning bu gaplari menga uni ish ko'rmagan, sodda, osonli hissiyotga beriladigan
qalb qasriga boshqalarning kirib boqmaganini ko'rsatib turadi. Shundoq, yozuvchi bo'lsa, o'qirmanlarning xolig'ini bo'yicha asar yozib bersa, sizmi yig'lamay kulibli asar o'qisangiz bak yaxshi bo'ladi emasmi? Chaqchiqim uni qizartib qo'ydi. Men kayfiyatni o'zimga bo'rash uchun gap boshladim. Jaloliddin Bahrom asarlarida shunchalik turmushchilik bor ekanki, qanchalik so'zliginimni, nima deb so'zliginimni aniq deb berolmayman. Ammo ishonamanki, so'zlarim bu qizni o'ziga shunchalik qaratib oldiki, u engikini yo'lab, eg'zim qarab o'ltirgancha qetib qolgan edi. Qiz keltirish kelishimi davomlashmoqda. So'zlarimni tugitib to'xtagan bo'lsam-mu, u menga qarag'an peti qetib o'ltiradi. Ichimda kuldim. Bu qizni keltirish asosan putdi deb o'yladim. Afsus, o'ylag'anim xam xiyolli edi. U asta-asta asliga keldi va menga hayronlik bilan qarab: Shakir, siz adabiyot o'qimagan bo'g'idingiz? Yo'q, adabiyot o'qimagan, biroq adabiyotga bo'lakchilik qizg'iman da'man. Kelgusi texi bir yozuvchi bo'lish orzuyim bor. Mush qobiliyatingiz bilan yozuvchi bo'lsangiz, millatimizning faxriga aylana oladiganligingizga ko'zim yetdi mening. Rahmat. Qo'sh qo'llab uning ta'zim qilganini do'radim. Bo'ldi, chaqchaq qilmang to'la. Gap bilan bo'lib ketib, tamog'imizmi sovib ketibdi. Tamoqqa boqayli. U demagan bo'lsa, tamoqni unutib, qanchalik so'zlar bo'g'itdim. Tamoqni bo'lib sirtqa chiqdik. Yonma-yon minib, adabiyot, yeziqchilik to'g'risida rosa mulohaza qilishdik. Gapga kelganda men notiq edim. Bunda qizlarning ozroq parangidimi, ularning qiziqishidan tortib, xo'y mijozlarigacha. Ko'proq so'zlasam, oila tarixidan boshlab, omroq taom, kiyim-kechak ranglarigacha bilib olaydim. Paranglashib, uning uyiga borilgan ko'ch eg'ziga kelib qolgan edik. Shu yerda xo'shlashib qaytishdik. Men g'albaga erishib o'tdim. Chunki ata yana uning bilan ko'rishishga kelishdik emasmi? 22-kuni. Tamoqda birga bo'lish fursati izlab, kunduzni qasdan bekorga o'tkazib o'tdim. Kech ishdan tushishni kutib, uning qiyshig'i bordi. U kitob olish uchun sumkasini axtardi. Yo'lda paranglashib turmay, bir oshxonada tamoqlangach paranglashayli. Bo'ladi, sizga deydigan boshqa gaplarmi bor? Obdanroq joy topayli. Uning obdan joyi degini yanala ko'klam bo'ldi. U bir narsani meni bilsin degandek qastaniga oldingi qitim men 2 jin bilan tamoq yegan ustalni tanlab o'ltirdi. Yoki bu uning bilan munosabatsiz bo'lib, tasodifiy to'g'ri kelishmi bilanmadim. Bu ya paranglashishga qulaylik, tamoqlarma pokiz, ishonchlik, shunlashqa mening doimlik tamoq so'rinim bo'lib qelyotdi. U haqiqatan meni tamoqni tanlab yang davos kerak bilmasga soldi. U mendan ayrilib 4-5 qadamcha menib kayniga burildi. Untig'la tas qaptiman, ati dam olaman, uyda bo'laman. Izlashga ruxsat yo'q. Telefon qilsangiz bo'ladi. Xo'p, boshliq. Tatliq bir kulimsirash ichida mendan yiroqlab ketayotgan shu gavda qalb qasrimga tajovuz qilmoqda edi. Qiz keltirish kelishimi davomlashmoqda.